Assalomu alaykum, hurmatli Nur Mebel obunachilari. Mana xudo xolasa Farg'ona Chimyonga yana bitta seriya ishimizni o'rnatdik. Bu vlogimizni oldin videosini qo'ydik. Kichkina razmer edi. Razmerini kattaroq qilib berdik. Oldingi razmeri 4.30 ga 2.30 edi. Bunisini 5.30 ga 2.30 qilib o'rnatib berdik. Xudo xolasa u tashini achib turishiga bitta taburetga, bitta mini bonusiga ikkita yostiq ham qo'shib berdik. Yana jurnalning stollarini ham ko'rishingiz mumkin. Mana ikkita bo'ladi. Jurnalning stolning razmeri 380 ga 90 bo'ladi razmeri. Taburetkalarni ham 5 ta qilib berdik. Yana bitta taburet 4 ta yetadi dedi. Keyin ugolovni ko'rgandan keyin bitta qilib bering dedi. Uyga borib ko'rishib, bir qator keyin kelishib zakalat berishdi. Xudo xolasa chiroyli qilib mana bugun olib kelib o'rnatdik. Materiallar ash teddiy material. Bo'lishlari ham mana 6 ta qilib berdik. Orqalari ham mana o'zini materialini ocha-joyda ham boshqa rang ilni qilib bo'lmaydi. Astar yo boshqa bo'lib turmaydi, xudo xolasa. Kimga shunaqa mebellar kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar. Nur Mebel xudo xolasa chiroyli qilib yetkazib qilib beradi. E'tiboringlar uchun rahmat.